Assalomu alaykum Malibu bir ishqibozlari. Bundan 5 kuncha oldin aynan shunaqa rangli Malibu qo'yganimizda $11,300 ga juda ham tez sotilib ketdi. Ulgurmay qolgan akalar diqqatiga, bu mashinamiz esa undan-da arzoniga berib yuboriladi. Malibu olmoqchi bo'lgan tanishingiz bo'lsa, mana shu videoni tashlab qo'ying. Avtomat korobka, texnik holatlari a'lo darajada. Korobka, motor, hadovoyda hech qanaqa muammosi yo'q. Pul zararligi uchun arzoniga berib yuborilyapti. Har doim ham bunaqasi chiqavermaydi. Bo'lib to'lashga yokida qanaqadir mashinaga almashishga imkoni yo'q akalar. Faqat naqd pulga sotiladi. Shuning uchun ham arzoniga berilyapti. Konditsioner, klimat kontrol, o'rindiqlar isishi, o'rindiqlarning xotirasi, cruise control hamma yog'i ishlab turibdi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Oldi chiroqlariga ahamiyat beramiz. Rangi o'zgarib ketmagan. Tumaniki, blejniy, dalnisiga LED qo'yilgan ekan. Motorini ishlashiga ahamiyat beramiz. Ortiqcha shumlar yo'q. Moy rasxod qilmayapti, korobkasi siltamayapti. Xo'p, hadoyi yaxshi. 4 ta yangi shina turibdi. Akalar, olasizlar, haydaysizlar. Kraskasiga keladigan bo'lsak, 2-3 ta detalda deb aytayapti egasi. O'zingiz uchun kelib tekshirib ko'rib olasiz. Sababi egasi ham aniq qayerdaligini bilmaydi. U kraskalar egasida bo'lmagan, bundan oldingi egasida bo'lgan. Shuning uchun ustingizni olib kelasiz, tekshirtirasiz, ma'qul kelsa olasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $10,900. Har doim ham bunaqa narxga chiqavermaydi. Bosoradigan joyi akalar. O'z uchun kelib faqat tekshirib ko'rib olish tavsiya beraman. Chunki men ham kraskani tekshirmadim akalar. Hozir 3 ta detalda deganim bilan agar ortiqcha chiqib qoladigan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot bergan ekansiz deb shunaqa fikr bildiradiganlar ham topilib qoladi. Orqa holatlari. Xo'p, aytilmagan ma'lumotlar. Podsetkalar qo'yilgan ekan oyoq tagiga. Undan tashqari metan gaz mavjud. Bundan oldingisida propan edi. Bunda metan turibdi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Shunaqa arzon Malibu izlab yurgan tanishingiz bo'lsa, mana shu videoni tashlab qo'ying. Mashinam Samarqand viloyatida turibdi. Bundan oldingisi Samarqand shaharida edi. Bu esa tumanda. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha